Assalomu alaykum, hurmatli Rasul Metal obunachilar, qadrli obunachilarim, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok tarmog'ida meni kuzatuvchi azizlar, sizlar uchun mana atrobotka pechkamiz haqida to'liq ma'lumot aytib o'tamiz. Buni qanday yoqadi, qayerlarga yoqsa bo'ladi, qanday holatda yoqsa bo'ladi, batafsil bugun tushunib olasizlar. Xullas, marli qo'ydik, bunga ko'p quymash kerak. Ko'p quysangiz to'lib qoladi. Mana shu holatda bo'lsa mana. Qani yoraqroq qilsak. Oddiy o'zi asli batafsil tushuntirib qo'yapman. Oddiy marlini chayasizlar. Bunga ko'p quymaysizlar g'aladoniga. Bu yonib olish kerak. Yoqaveramiz. Xullas yoqamiz. Buni ochmaymiz, moyxonasini ochmaymiz. Yaxshi yonib qizib olgandan keyin buni tiqib qo'yamiz. Hamma yo'g'ini yangi materialdan qilib qo'ydik. Moyxonasi 1 litrga moslashgan bunisi. 3 soat, 4 soat yonadi, xudo xolasa. O'tgan yil o'zim sinab yoqqanman. O'ta past issiqlik beradigan holatda 4,5 soat yongan. Shundan xulosa qilib turib 3 soat, 4 soat deb sotyapman. Xudo xolasa yolg'onchi bo'lmayman. Yana bir ertagami bir video qilib yana sinab ko'raman. Mana shu holatda yoqib olasizlar. Boshida shunaqa ishlar bo'ladi. Mana. Chaqizib olgandan keyin ochasizlar. Bunga kimdir aytsak ham to'ldirib unga quyib qo'yapti-da, bu turbasi yoqib ulgurmayapti, to'lib qolyapti bu. Shuning uchun bunga moy quymanglar dedik. Hozir 100 grammi, 200 grammi, qancha buni grami? 100 gram. 100 gram adashmasam. Shuni quyib sinaymiz. Mana shu qanchalik darajada qiziydi, nima bo'ladi, ovozlari qanaqa, tutunlari qanaqa, qayerga yoqsa bo'ladi, nimalarga yoqish kerak, nimalarga yoqmash kerak, tartiblarini mana shu videoda aytib o'taman azizlar. Oxirigacha ko'rsanglar xulosa qilib olasizlar. Shu holat bo'lsa, shumi endi? Shu holat bo'lsa, shu 3 soat, 4 soat yonadigan holat bo'ladi, xudo xolasa. Mana ko'p ochib yormash kerak deb juda ko'p aytyapman. Mana ko'p tomib ketyapsa, ligirovka qilib olasizlar, tomchilatib. O'zi 1 kun, 2 kun yoqib ko'rsanglar, tushunib olasizlar. Boshida dicha yoqmagan odamga, tushunmagan odamga bu qiyin bo'ladi. O'zi qo'lingiz kelib, yoqayotganlar bor, video tashlab berib o'tgan yilgi klientlarimizga ham sotyapmiz, xudoga shukr. Kimdir aytyapti, endi bizga unaqa botyapti gaplar, har xil gaplar kommentariyalarda, Facebook ijtimoiy tarmoqlarida, TikTok, Instagramda har xil gaplar bo'lyapti. Biz mana shu sohadamiz. Temir sohasi ko'proq mutaxassisligimiz. Mana shu bozorda savdogar, tadbirkormiz biz. Kech bo'lsa ham sizlarga video qilib yoqib ko'rsatay deb qo'yyapman. Temirni tushunamiz. 14 yilga temir purishmiz. Xudoga shukr, ustoz ko'rganmiz. Ustozimizdan 10 yil deganda duo olganmiz. Demoqchi bo'lganim, buni tushunamiz. 10 yilcha oldin agar andijonliklar bizni kuzatayotgan bo'lsa, 10 yil oldin shu bozorimiz boshida bitta tog'a bo'lardi. Shu tog'a ishlab chiqargan. Bu narsani kimdir aytayapti, bo'lishi mumkin. 20 yil, 30 yil oldin ham bu narsa bo'lgan bo'lishi mumkin. Rossiyada obunachilarimiz bor, katta tog'alar yozishadi Facebookda. Bo'lgan bu narsa deydi, to'g'ri bo'lgan. Lekin hozir zamon o'zgardi. Ancha o'syapti, tadbirkorlar hamma sohada chiroyli bo'lyapti, qotib qolmayapti. Yildan yilga, kundan kunga o'zini ustida ishlayapti. 2025-yil hozir.
Xudoyim bilimini berdi. Bizga yaqin davlatlarda bu bo'lmagan bo'lsa biz ko'rgan bo'lardik. Oldin bo'lgan katta turbalardan qilib turib 1-2 litr moyni mana shu tagiga quyib qo'yishgan. U xolagancha yongan. Keyin ekonomikasi ham hali boya aytdim, trikotaj bozorida oldida bitta tog'a bo'ladi. U tog'a hozir ham tirik. $100 qilib sotardi, shunda 2 soat yetardi. 2 soat, 2,5 soat yetardi. 1 litr atrabotga moyimiz 2 soat yetar edi. Shunda o derdim. Endi bir kun kelib mana shuni bilimini beribdi. 2024-yil ishlab chiqarishni boshladik. Buni qilguncha 8 ta 10 tani brak qildik. O'zi asli buni 4 burchak profildan qilingan. Buni ham videolari turibdi o'tgan yilgilarda. O'zimizda qanday boshladik. Tashab qilmaymiz ham degan paytlarimiz bo'lgan. Borah deb temirimizni qilaveraylik deb. Yo'q, mayli, mana bo'ldi, biz niyatimizga yetdik. Katta ish qilmadik-ku, lekin bu narsani yoqib, maza qilib rahmat aytayotganlar bor. Ayniqsa avtoservisdagilar. Tiflisda ishxona, qorovulxonalariga ishlatishyapti akalar. Jo'jaxonalarga, tovuqxona, dakan boqadigan akalar so'rayapti. Hammomlarga ham qo'yib ishlatishyapti. Uyga bo'lmaydi deganimizni sabablari tagi yer bo'lgani yaxshi-da. Qo'qqismono cho'g' bo'lib ketadi. Necha minut bo'ldi hozir? 6 minut 41 sekund bo'libdi. Ju boshlandi mana issig'i, qo'lni kuydiradi. Svetni o'chirchi qani? Cho'g' bo'ldimi? Videoni uzmadim, ko'rdinglar. 5-6 minut bo'ldi. Uyga bo'lmaydi deganimiz sababi shu 1-2 metr atrofini cho'q qilib yuboradi. Hozir bu qizaradi bu. 1-2 metr aylanasini cho'q qilib yuboradi-da, bo'ldi, yoqib qo'yadi. Cho'q qilib yuboradi-da, yonuvchan narsalar bo'lsa tutashib ketadi. Pardalar bo'lishi mumkin, ko'rpa to'shak bo'lishi mumkin, bola chaqalar kelishi mumkin. Shuning uchun men uyga tavsiya qilmayapman, uyga yoqmayapmiz. Shu ishxonalar bo'lsa, atrofi beton. Sovuqda ishlayotgan akalar mana Rossiyaga sotdik, Qozog'istonga sotdik, Qirg'izistonga sotdik, Xudoga shukr. Endi bitta ikkita bo'lsa ham sotdik. Tojikistondan ukamiz keldi, Patardan. O'rganib ketdi, u bola ham kelib bir kun mehmon bo'ldi Andijon shahrida. Demoqchi bo'lganim, bo'lganda ular kelmagan bo'lardi, olib ketmagan bo'lardi. Savollar, yana boshqa savollar bo'lsa aytasizlar, kommentariyada yozinglar, yana aytaman kam ko'sini. Uyga nimaga bo'lmaydi deganim sababini aytdim menimcha. Bu cho'g' bo'lsa atrofini qizdirib turadi. Tutashib ketib yong'in bo'lish ehtimoli bor. Endi har xil holat bo'ladi. Ko'rmasdan yo qorong'ida bunga tep buni bir tepib og'anatib yorsiz, polda bu yonishi mumkin. Bu og'anab ketsa yo bo'lmasa mana qayerdandir tomib, masalan, nimadir bo'lib moy tushsa, buni o'chirish qiyin. Suv bilan o'chmaydi, suv bilan. Turpoq bilan yoki qum sepsiz o'chadi. Yo bo'lmasa biron narsani yopib turib, havoni yo'q qilib qo'ysanglar, o'chadi. Demoqchiman, uyga yoqmaganinglar yaxshi. O'z uyga sotsam yaxshi menga, masalan, 100 ta odamdan 99 tasi uyga so'rayapti. Shu men bittasi uchun ishlayapman. Shuning uchun uyga bo'lmaydi, lekin ishxona atrofi beton bo'lgan, sovuq, zak bo'lgan joylarga qo'yib ishlatsanglar, maza qilib, duo qilib ishlatasizlar. Rasxotiga kelsak, shu 1 litr moyimiz 3 soat, 4 soat yonadi. Mana ovozini ham ko'rishingiz mumkin. Necha minut bo'libdi hozir? 9 minut bo'libdimi? Ditcha ketasi. Mana holati. Bu hali pilik vazifasini bajaradi. Shamni, shag'amni hamma viloyatda har xil gapiradi. Qo'ygan marlimiz oxirigacha yonib ketmaydi, chunki nam bo'lib pilik bo'larmidi. Oldin yoshligimizda nima bo'lardi? Burasa pilik ne chiqardingiz? Yoritadigan.
Nima edi? Ustida lampasi bo'ladi. Senlar davringda yo'q, men yoshligimda bor edi. Xullas lampadan bunday burasa latta chiqardi, kirasinmi moy bo'lardi-yu tagida. Shuni vazifasi shamchiroq. Shunda xullas mana shu latta bo'lardi shunda ham. Shundan olingan bu narsa. Nima uchun uni qo'yiladi? Nima u? Bilmagan ham ko'p, tushunmagan ham. Qizardimi? 10 minutda qizarmadimi hozir? Qizartiraylik, ko'raylik. Nima qilsa qizaradi? Uni ochsa qizaradimi ko'proq? Yo, ochib ham ko'raylik-chi, qani bahanada o'zimiz ham. Internetga qizarganini qo'yib sotyapmiz. Yo 1 soatdan keyin qizaradimi, yarim soatmi? Ko'proq issiqlik bo'lsa, 2 qoshiq atrof o'tgani shunga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsa, yetkazib oladi. Pasiga ulanib ketaveradi tomchilanganda. Lekin baribir ko'p ochishni tavsiya qilmayman. Sababi ovoragarchilik bo'ladi. Mo'rini tozalash kerak. Tutuniga kelsak, o'tganligidan ko'ra kam. O'tgan yil rosa qora tutun bo'ladi, shunda ham sotganmiz. Endi yildan yilga o'zgaryapti. Qani tutuniga yaqinda 10 minut 11:30 nechi mana? Mana tutuni. Bu qancha pechga qizigan sari shuncha tutuni kamayadi. Qani ko'ryaptimi? Endi tutun chiqadi-da, o'tin yasiz, ko'mir yasiz ham bundan battar chiqadi. Boshida buruqsab chiqardi. Kimdir ziyon bo'layapti, bir narsalar endi har xil gap ishlab turgan odamni to'g'risi miyasiga anaqa bosar ekan. Bu foydasidan ham deb birarda bir to'xtatib qo'ygim keladi. Birarda bir yoshi katta odamlar qorovulxonalarga yo servislarga telefon qilib aka qilib bering desa endi qilib berasiz ekanda, nima deysiz? Qo'llab-quvvatlab kommentariyalarda yozib, bos gazini Rasul desanglar, Xudo xolasa hamma yo'lda iloji bor ekan, inson qilganda inson qilar ekan. O'tganligidan ko'ra ancha chiroyli qildik bu pechkamizni. Mana kimdir aytayapti, ko'p obunachilarim ichida butun dunyodan bor mutaxassislar. Suvga yonadigan qilsan ham bo'ladi, Rasul deyapti. Sen qilasan bos gazini deyapti. Shirtojlarni aytishyapti. Endi kuchaydi. O'njicha ochsa kuchayar ekan. Bitta cho'q qilamiz endi mana shu videoni tugatmasdan. Endi buni ochmasdan cho'q bo'lsa qiziqadi hammaga. Buni ochib qo'ysa rasxod ko'payib ketib qoladi. Buni eng qizig'i rasxodi. Men shuncha gapni gapiryapman. Rasxodi zo'rligi uchun gapirtiryapti. 3 soat, 4 soatligini hali qilmaganman. Kimdir qilganman bor desa ko'rsatsin, ko'raylik. 3 soat, 4 soatligi hali bo'lmagan. Ha, svetni o'chirib qizardim ekan. O narigini ham o'chirchi. 13 minut qizarmadi 13 minut. Lekin issiqligi qay yoqda hammasini. Issiqligi kuydiradi. Qog'oz olib keldi, qog'oz. Mana mashinadan issiq kuch chiqarishda. Buni ushlaydigan emas, cho'g'ib bo'ldi. Videoni uzmadim. 14 minut bo'ldi. Tepasi. Asosiy yeri bu yeri mana. Eng cho'g' bo'ladigan yer. Soat qanchadir hech yo'q, yarim soat, 1 soat o'tgandan keyin qizishni boshlayveradi. Xonanglar masalan isib ketadi-yu, isib ketganda o'chirib qo'yaverasizlar moyda ozgina qo'yib. Hali oshiqcha rasxod kerak emas. Bu temir issig'i turaveradi. Hammomlarga yoqmoqchi bo'lgan akalarga
Bunga nam suv tushmagani yaxshi. Suv tushsa ta'sir sir etib hali g'ashga tegadi. Tunika to'sib qo'yasizlar yo bo'lmasa atrofiga g'isht terib qo'yasiz. Tunika zo'r. Tunikani bunday tashab qo'yasizlar, anaqa listlardan bo'lsa tashab qo'yasizlarda list qizitaveradi, ichga suv sepib qo'ysanglar par bo'ladi. Par chiqib, hammomda maza qilib. Yana nimalarini aytmadik buni. Bir yo'l aytib mana shu videoda tugatib qo'yaylik. Tutunini aytdik. Moyxonasini aytdik. Yana nimasi bor? Ha, turbasidan keyin ko'pchilik turbadan ham issiqlik olaman deb harakat qilyapti. Kimdir 5 metr, 10, 15 metr chiqarib yuboryapti turbasini buni. Bu xato. Qancha oson chiqib ketsa, tutun oson chiqib ketsa, shuncha oson yonadi. Bu cho'zilgan sari bu turbani uzun chiqarsanglar qurum bo'lib qoladi-da, baribir issiqlik bermaydi. Iloji boricha kalta chiqaringlar. Mononi o'zi ham yetkazib yuboradi. Bu-chi 1-2 soat yonib tursa, mashinadan chiqqan issiqlik ham yetadi. Xo'p, dastlabkalarimiz zakaz bersanglar yozib qo'yamiz. Ismini, qayergaligini yozib turib, o'rab olib qo'yapmiz. Masalan, bo'lyapti savdosi. Kimdir ishonmayapti, kimdir ishonyapti. Qo'limga kelsa beraman pulini deganlar ko'p bo'lyapti. Bizni shopirimiz yo'q, hali yo'lga qo'ymadik. Taksi bor, bozorda taksilari bor. Pitakka bor deymiz. Masalan, Samarqand shopiri bilan mana egasini nomeri gaplashtirib qo'y deyman. Gaplashtirib qo'yadi. Xizmati bor uni ham. Pitak bilan katta mashinalarni pitagi bilan biz turgan joyda kilometri ham yaxshilar kilometr bor. Shu yerga borib shopir bilan dogovor qildirib qo'yadi. Shuni hisobiga 2 yo'l kira bo'ladi. Vohalarga 100 ming so'm, 150 ming so'm atrofi olib ketyapti. Masalan, bitta shopir olsa kecha ursam bo'ldim. 150 ming, 200 ming pul ketadi, xolos dedim. Taksi ukamiz 75 ming so'mdan bittasiga gaplashibdi. Hali bitta odam olib ketibdi 3-4 ta yerda joyini. Narxi o'ynaveradi. Men eng oshig'ini aytaman. 200 ming so'm bo'ladi oshib ketsa hamma taksi xizmati deyman. Lekin tortishamiz shopirlar bilan. To'g'ri kelganiga bermaymiz. Nomerlarini olib qolamiz. O'zi bilan gaplashtirib qo'yamiz. Shuni xizmatiga bitta pechkaga taksisimiz 50 ming so'm oladi. Tomchilatsanglar o'ta cho'g' bo'lmaydi ekonom variantida, lekin issiqligi mo'shni bo'ladi. Ko'pchilik cho'g' bo'lishiga qiziqyapti. Katta joylarga ham bitta kichkinani qo'yib qo'ysanglar, u bo'lmaydi. Katta joyga 2 ta, 3 ta yaqqan yaxshi. O'rtacha men esimda qolgani o'tgan yil servisga berganman, avtoservisga Andijon shahriga. Xursand bo'lib telefon qilgan. Bolalar kurtkada ishlayatuvdi. Endi sovuq bilasizlar, qishda qor yog'yapti, qishda o'rtasi. Kurtkada avtoservisda ishlayapti bolalar. 3 tomoni beton, oldi salafan. Rasul deb xursand telefon qilyapti. Xursand bo'lib ketganman, shu esimda qolgan. Bolalar kurtkada ishlayatuvdi, maykachan ishlayapti. Otangga rahmat degan yer esimda qolgan. Ha deb 8 ga 4 yo 8 ga 5 joy. Tepasi ham jabbalat emas, endi avtoservis. Shundan hisob olganman. Bor yana 8 ga 6 joyga yoqing. Uni ham issiqlik beradi. Undan ko'pini bizdan talab qilmagan yaxshi. Teplissalarni bilmayman. Teplissani ichi ozroq gradus ketar ekan, u teplissaga issiq bo'lishi shart emas ekan. Teplissaga boringlarni 10 gon desak bo'ladimi? 10 gon joyda isitadi desak. 6 ga 15 da isitgan. Plus 5 gradus bo'lsa yetadi deyilgan. Plus 5 bo'lsa yetadi deyilgan. Yo, deyilgan masalan deb qo'yganimizdan keyin javob berishimizni anomal sovuq bo'lib qolishini ham hisobini olish kerak. Chunki salafanda u teplisi. Bitta sovuq bo'lsa bu pechkani
aytaylik 10 ga 10 joyda teplitsa bo'lsa 10 ga 5 deylik balkim. O'rtacha yetadi xudo xolasa. Ash sovuq holatga, lekin havo o'rtacha bo'lib tursa yetaveradi katta. Bitta olib yoqib ko'rishni tavsiya qilamiz. O'zlariga tanlovni qo'yamiz teplitsachi akalarimiz. Svet bitta o'chirchi. Qizigandir balkim 20 minut bo'ldi. Ha, qizidi. Cho'g' bo'ldi. Onu svetni o'chirsak to'liq ko'rinardi. Mana uni. Cho'g' bo'ldi lekin. Ozroq bo'ldi. Biz ma'dan ko'proq ochib bermadikda, mana shu ekonom variantda cho'g' bo'lishi. Bir qaricha yeri cho'g' bo'ldi. Video uzilmagan, ate uzilmay gapirib turibman akalar. Savollar bo'lsa yana beringlar, menimcha ma'lumotda aytdim biz shekilli hammasini. Zakalat beringlar yo pulini tushirib beringlar desak ko'pchilik ishonmayapti. Sababi internetda ko'p pantyapti. Men onlayn bundaqa savdo qiziqmayman. Kelgan odamga savdo qilaman bozorda. Tadbirkorlar ham ketdi, sizlar uchun video qilaman deb turibman hali. Hamma yo'q Bekir avotlar ham Ahran akalarga aytib hammasi taniydi. Sababi birinchilardan bo'lib ish boshlaganmiz bu bozorda. Video qilmoqchiman deb qoldik. Sohamiz temir purishlik, mutaxassisligimiz, svashka sohasida ham ishlaganmiz, tajribamiz bor. Shu bozor, do'stlar. Erinmay ko'rganinglar uchun rahmat. Duo qilib qo'yasizlar agar yosh kattalar, musofirdanglar. Rasul Metal bos gazini desanglar, biz yana ham ishlaymiz, xudo xolasa. Ozgina bo'lsa ham foydali ish qilishga harakat qilamiz. Kimgadir bu narsa arzimagan narsa bo'lishi mumkin, kimgadir zo'n narsa bo'lishi mumkin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Rasul Metalga obuna bo'linglar.